O'zbekiston Italiya munosabatlarida yangi bosqich. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni ilk bor rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Уважаемая госпожа Мелони, я благодарю, что вы приняли мое приглашение и начали свой визит с Самарканда. Har yili 500 nafar o'zbekistonlik Italiyaga qishloq xo'jaligi sohasida ishlash uchun yuboriladi. Samarqandda bo'lib o'tgan tashrif davomida qanday kelishuvlarga erishildi? Har yili 500 ga yaqin bizni ishchilarimizni Italiyadagi olib ketib, ishchi o'rin bilan ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishdik. Italiya bosh vazirini hayratlantirgan boy tariximiz va madaniy merosimiz. Giorgia Melonidan eksklyuziv intervyu. My opinion is that this is a country that is doing very well in a region which is strategic for all of us. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta ham mamlakatimizning tashqi siyosatiga oid muhim voqea hodisalarga boy tarzda o'tdi. Xususan 28-29 may kunlari Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni ilk bor rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Samarqandda bo'lib o'tgan tashrif tadbirlari davomida ikki mamlakat yetakchilari oliy darajadagi muzokaralarni o'tkazdilar va uning davomida mamlakatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlik aloqalarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha qator ikki tomonlama kelishuvlarga erishildi. Biz odatdagidek tashrif voqealarini bevosita kuzatdik va uning eng muhim jihatlari hamda qiziqarli jarayonlari haqida so'z yuritamiz. O'zbekiston keyingi yillarda jahon siyosiy xaritasida o'z o'rnini tobora mustahkamlab bormoqda. Buni dunyoning qudratli mamlakatlari, nufuzli xalqaro tashkilotlari rahbarlarining yurtimizga tez-tez tashrifidan ham bilish mumkin. Mamlakatimiz bugungi kunda Markaziy Osiyo va Yevropa mintaqalarining yaqinlashuvida hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Yaqindagina Samarqandda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi birinchi sammitining natijalari fikrimizga misol bo'la oladi. O'zbekiston ochiq va global hamkorlikka tayyor mamlakat sifatida tanildi. Samarqand esa diplomatik muloqotlar markaziga aylandi. Ko'hna va hamisha navqiron ushbu shahar navbatdagi muhim siyosiy tadbirga mezbonlik qildi. May Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Ma'lumot o'rnida bu Meloni xonimning O'zbekistonga ilk tashrifi. Samarqand xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev shaxsan kutib oldi. Shundan so'ng ikki mamlakat yetakchilarining korteji Registon ansambli tomon yo'l oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan bugun 28 may kuni Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga Samarqandga keldi va oliy martabali mehmon davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev hamrohligida hozirgina Registon ansambliga yetib kelishdi va Italiya bosh vazirining O'zbekistonga ilk rasmiy tashrifining tadbirlari aynan Registon ansamblining tungi manzarasini ko'zdan kechirishdan boshlanmoqda. Oliy martabali mehmonga ushbu Sharq shaharsozligi durdonasining qurilish tarixi, me'moriy yechimlari, ushbu maskan bilan bog'liq muhim voqealar va shaxslar, shuningdek o'zbek xalqining madaniy merosi haqida batafsil ma'lumot berildi. Registonda 3D mapping show namoyish etilmoqda va ushbu shovni O'zbekiston hamda Italiya yetakchilari, ya'ni Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Giorgia Meloni xonim birgalikda tomosha qilishyapti va guvohi bo'layotganingizdek mahalliy hamda xorijlik sayyohlar ham ushbu mapping showni qolaversa ikki mamlakat yetakchilarining Registon ansambliga tashriflarini katta qiziqish bilan kuzatib borishyapti. Majmuadagi Mirzo Ulug'bek, Sherdor va Tillakori madrasalarining ulug'vorligi, betakror me'morchiligi Italiya bosh vazirida shu qadar chuqur ta'sirot qoldirdiki, Giorgia Meloni xonim davlatimiz rahbari bilan birgalikda suratga tushish marosimidan keyin ham ushbu maskanni tark etgisi kelmadi.
Registon majmuasidan so'ng ikki davlat rahbarlari Buyuk Ipak yo'li xalqaro turizm markazidagi Boqiy shahar tarixiy etnografik bog'ida ham bo'lib, xalqimizning boy madaniy merosi, hunarmandchilik va amaliy san'atini aks ettiruvchi ko'rgazmalarni tomosha qildilar. May Samarqand. Samarqand Xalqaro kongress markazi oldidagi maydonda O'zbekiston va Italiya davlat bayroqlari hilpiramoqda. Harbiy orkestr shu yerda faxriy qorovulxon manzilda saf tortgan va birozdan so'ng Italiya bosh vaziri Giorgia Melonining mamlakatimizga rasmiy tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar boshlanadi. Harbiy orkestr bugun Italiya madhiyasini ijro etadi. Мы готовы песни итальянцев исполнить на самом высоком уровне, чтобы Giorgia Meloni осталась довольна визитом в нашу страну. Orkestr rahbari aytganidek, tayyorgarlik yuqori darajada, ammo shunday bo'lsa-da, tadbir boshlanishidan avval mehmon davlat madhiyasidagi ohanglarni takrorlab olish foydadan xoli emas. Kongress markaziga Italiya bayroqlari o'rnatilgan mashinada Giorgia Meloni yetib keldi. Ikki mamlakat yetakchilari samimiy salomlashganlaridan so'ng oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi boshlandi. Samarqand diplomatik muloqotlar markaziga aylandi. G'arb bilan Sharqni va dunyo mintaqalarini Markaziy Osiyo bilan bog'laydigan muhim tadbirlar aynan ko'hna Samarqandda bo'lib o'tmoqda. Italiya bosh vaziri Giorgia Melonining mamlakatimizga ilk rasmiy tashrifi tadbirlar ham mazkur ko'hna shaharda Samarqandda o'tkazilyapti. Bugun 29-may kuni tashrifning asosiy tadbirlari bo'lib o'tadi va dastavval Italiya bosh vazirini tantanali kutib olish marosimi o'tkazilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, ikki mamlakat yetakchilari shohsupaga ko'tarildilar va harbiy orkestr Italiya madhiyasini ijro etmoqda. Kutib olish marosimi yakunlanganidan keyin yetakchilar muzokaralar tomon kirib ketishdi. Biz ham davlat rahbarlarining ortidan uchrashuv bo'lib o'tadigan zalga kirdik. Ikki mamlakat yetakchilarining muzokaralari boshlanmoqda. Dastavval ushbu muzokaralar tet-a-tet, ya'ni yakka-makka ko'rinishda bo'lib o'tadi. Bu tor doiradagi muzokaralar deb ataladi va ushbu muzokaralar mana shu zalda bo'lib o'tadi. Tor doiradagi uchrashuv davomida yetakchilar ikki tomonlama strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish masalalarini ko'rib chiqdilar. 2023-yil iyun oyida Rim shahrida o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan kelishuvlar izchil amalga oshirilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash hajmi qariyb 3 barobarga oshdi. Qo'shma korxona va loyihalar soni 2 barobarga ko'paydi. Ta'lim sohasidagi hamkorlik ham rivojlanib bormoqda. Oldin agar qaraydigan bo'lsa, bitta Italiya bilan Turin Politexnika universiteti bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bunaqa shartnomalarimiz soni 40 ga yetdi. Ya'ni ularning ichida qo'shimchasiga Pisa universiteti hozir faoliyat yurityapti geologiya yo'nalishi bo'yicha. Mana Tusha universitetining ochilishi bo'yicha qaror qabul qilindi. Ular qishloq xo'jaligi sohasida kadrlar yetishadi. Va ikkita, uchta universitetimiz hozir qo'shma ta'lim faoliyati yurityapti. Ya'ni bular Jizzax Politexnika institutida, Andijon Mashinsozlik instituti, Farg'ona Politexnika universitetlarida hozir Italiyaning yetakchi universitetlari bilan qo'shma ta'lim dasturlarimiz va ilmiy tadqiqot markazlarimiz tashkil etilgan. Hozirgi kunda 400 ta yoshlarimiz Italiyada o'zini doktorantura, magistratura yo'nalishida o'qiyapti.
xuddi shunaqa O'zbekistonda ham 1000 ga yaqin yoshlar Italiya tilida ta'lim olishyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Giorgio Meloni o'rtasidagi tor doiradagi muzokaralar hozirgina yakunlandi va ikki mamlakat yetakchilari shundan so'ng muzokaralarni delegatsiyalar ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom ettirishmoqda. Уважаемая госпожа Мелони, я благодарю, что вы приняли мое приглашение, начали свой визит Samarqandda. Hurmatli Meloni xonim, taklifimni qabul qilib, Samarqandga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorman. Tor doiradagi uchrashuvimizda biz barcha yo'nalishlarda aniq va batafsil kelishib oldik. Jamoalarimizga topshiriqlarni berdik. Sizning ushbu tashrifingizni O'zbekiston-Italiya strategik hamkorligining ramzi deb qabul qilamiz. Italiya prezidenti janob Sergio Mattarellaga samimiy salomimni yetkazishingizni so'rayman. Siz 2 yildirki Italiya hukumatini muvaffaqiyatli boshqarmoqdasiz. Bu mamlakatning zamonaviy tarixidagi eng barqaror davrlardan biri bo'ldi. Italiyaning xalqaro maydonda katta 7-lik, katta 20talikning muhim a'zosi sifatidagi nufuzi yanada ortdi. Bu bilan sizni chin dildan qutlayman. Muloqotimizda har bir yo'nalish bo'yicha alohida to'xtaldik. Siyosat, investitsiya, madaniyat, ta'lim yo'nalishlarida davlatlararo komissiya tashkil etamiz. Siz va men tomonidan bu ishlar bilan kimlar shug'ullanishini ham aniq belgilab oldik. Bugungi uchrashuvimiz muzokaralarimizdan ko'nglim to'ldi va bu 2023-yil iyun oyida Rimda bo'lib o'tgan tarixiy uchrashuvimizni davom ettirishga jiddiy qadamlar qo'yilayotganidan minnatdorman. Bugun muzokaralarimizning istiqboli yuqori. Tashrifingiz yakuni bo'yicha kelgusi 10 kun davomida alohida yo'l xaritasini qabul qilamiz. В течение 10 дней примем отдельную дорожную карту по итогам вашего исторического визита. Grazie davvero, voglio dirle che sono molto contenta di aver onorato l'impegno che avevo preso con lei. Muhtaram prezident, eng avvalo taklifingiz uchun sizga minnatdorlik bildiraman. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. Biz va delegatsiyamizga ko'rsatgan mehmondo'stligingiz va samimiy qabul uchun tashakkur. Bu davlatlarimiz o'rtasidagi do'stlikni namoyon etdi. O'zbekiston va Italiyani tarixiy rishtalar bog'lab turadi. Mamlakatingiz Yevropa va Osiyo chorrahasida joylashgani bois aloqalarimiz juda chuqur tarixiy ildizlarga ega. Men an'analaringiz, urf-odatlaringizni asrab avaylashga qaratilgan sa'y harakatlaringizni alohida ta'kidlamoqchiman. Bu xalqning o'zligini saqlash ifodasi. An'analarni saqlash bu kelajakka qarash degani. Menimcha ana shu sifatlaringiz tufayli mamlakatingizda ulkan yutuqlarga erishdingiz. Bu bilan sizni samimiy tabriklamoqchiman. O'zbekiston va Italiya doimo yaxshi sherik bo'lib kelgan. Biroq 2023-yildan boshlab sizning Italiyaga tashrifingizdan so'ng munosabatlarimiz yanada yuqori darajaga ko'tarildi. Aloqalarimizni yanada mustahkamlashni nazarda tutgan strategik sheriklik munosabatlari o'rnatildi. Ikki tomonlama uchrashuvimizda ko'plab masalalarni muhokama qildik. E'tibor qaratish lozim bo'lgan, davlatlarimiz uchun ustuvor bo'lgan aniq yo'nalishlarni belgilab oldik. 2,5 milliard dollarlik investitsiya jalb qilish masalalari ko'rib chiqildi. Erishilgan natijalar kompaniyalarimiz O'zbekistonga sarmoya kiritish istagida ekanini ko'rsatmoqda. Biz biznes sohasida hamkorligimizni mustahkamlay olamiz. Bu kichik va o'rta biznesga daxldor. Bugun shuningdek migratsiya masalalari muhokama qilindi. Bu yo'nalishda ham hamkorlik qilishimiz mumkin. Yana ta'lim va madaniyat sohalaridagi aloqalar haqida so'z bordi. Gap faqat universitetlar filiallari ochilgani haqida ketmayapti. Biz bu masalaga kengroq qaray olamiz. O'zbekistonning Venetsiya Biennalesidagi ishtiroki chuqur ma'noga ega. Shuningdek, munosabatlarimiz qishloq xo'jaligi, energetika va muhim materiallar sohalarini ham qamrab oladi. Bu jihatlar hamkorligimiz katta istiqbolga ega ekanini ko'rsatadi. Muzokaralar davomida tomonlar faol siyosiy almashinuvni davom ettirishni qo'llab-quvvatladilar. Savdo sohasida biznesga texnik ko'mak dasturlarini kengaytirishga kelishib olindi. Yevropa ittifoqi bozoriga chiqish uchun o'zbekistonlik eksportchilarni o'qitish, Toshkentda qo'shma
sertifikatlash markazini tashkil etish, muvofiqlikni baholash to'g'risidagi bitimni qabul qilishni tezlashtirish shular jumlasidan. Xususiy tadbirkorlikning innovatsion loyihalari, o'ta muhim mineral va qishloq xo'jaligi xom ashyosini chuqur qayta ishlash, avtomobilsozlik uchun butlovchi qismlar, elektrotexnika, energetika, oziq-ovqat, farmatsevtika, qurilish sanoatida yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish, to'qimachilik, charm, mebelsozlik va boshqa tarmoqlar uchun dizayn markazlarini tashkil etish ustuvor yo'nalishlar sifatida qayd etildi. Bunday loyihalar Yevropa operatori boshqaruvida Toshkent viloyatida tashkil etiladigan sanoat parkida joylashtirilishi mumkin. O'zbekiston va Italiya hududlari o'rtasidagi sheriklik munosabatlarini kengaytirish doirasida Lombardiya gubernatori Attilio Fontana tashrifi va birinchi hududlararo forumi doirasida amaliy natijalarga erishish muhim ekani ta'kidlandi. Italiya bosh vaziri Giorgia Melonining mamlakatimizga rasmiy tashrifi doirasidagi muzokaralar uzoq vaqt davom etdi va hozirgina yakunlandi. Mana endi ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi boshlanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Giorgia Meloni O'zbekiston va Italiya o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani qabul qildilar. Yetakchilar huzurida shuningdek investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risida, strategik ahamiyatga ega xomashyo sohasida hamkorlik to'g'risida, migratsiya va harakatlanish erkinligi sohasida hamkorlik to'g'risida, barqaror rivojlanish va atrof muhitni muhofaza qilish, shuningdek madaniy merosni saqlash sohalarida hamkorlik to'g'risida, iqlim jamg'armasi va Italiya qishloq xo'jaligi konfederatsiyasi bilan hamkorlik to'g'risida, Sogesit va Ansaldo kompaniyalari bilan yashil rivojlanish sohasidagi hamkorlik to'g'risida, Tushiya, Piza va Turin universitetlari bilan sheriklik to'g'risidagi ikki tomonlama hujjatlar almashildi. Juda ko'p bizga murojaat qilyapti. Bu yoqda ishchilar yetishmovchiligi bor. Traktoristlar, entomologlar, shu pastda demak uzumchilik sohasida dalada borib bevosita fermerlar bilan ishlaydigan odamlar, shuning uchun shu Italiyani qishloq xo'jaligi konfederatsiyasini har yili 500 ga yaqin bizni ishchilarimizni Italiyadagi olib ketib, ishlatib, o'sha joydagi texnologiyalarni o'rganish, qolaversa ishchi o'rin bilan ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishdik. Bunda birinchi bosqichda demak Italiyadan mutaxassislar kelib, o'qitish jarayonini amalga oshiradi. Italiya tilini B1 darajasida o'qitib, ularni tayyorlaydi. Qolaversa Italiyadagi umuman hayotga tayyorlaydi va o'zlari bilan shuni beg'araz o'sha joyda fermerlarga biriktirib, o'sha fermer xo'jaliklarida ish tashkil qilamiz. Xuddi shu yo'nalish bo'yicha Italiyaga ishga bormoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz nima qilishlari kerak, kimga murojaat qilishlari kerak? Hozir biz bu bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilamiz, e'lon beramiz. Bizda 23 ta kollejimiz bor, texnik kollejlarimiz bor. U joydagi bitiruvchilarimiz bilan bu bitta qatlam, ikkinchisi fermer 93 mingta fermer xo'jaliklarimiz bor, ularning ishchilari ularni shu layoqati bor tilni o'rgana olaman degan qatlamiga alohida bir o'quv kurslarini mana markazlarda tashkil qilib, migratsiya agentligi bilan hamkorlikda buni keyingi mana shu joriy yilda albatta pilot sifatida 100 ishchini olib borishni rejalashtirdik va keyingi yillardan har yili 500 ishchini mana shu Italiyaga joylashtirish. Endi bu juda ham katta ma'noga ega tarafi, bizga manfaatliligi. Italiyada qishloq xo'jaligi juda ham rivojlangan. Masalan, solishtirish uchun aytaman, biz 5 milliard dollarlik hajmda eksport qilamiz. Ularda 60 milliard. Taxminan ekin yerlari 3 million 900, bizda ham 4 million 200 ekin yerlarimiz bor. Demak, u joydagi tajriba, ayniqsa vinochilikdagi tajriba, uzumni parvarishlashdagi tajriba va albatta yuqori texnologiyalar, ayniqsa mana traktorlar hammasi raqamlashtirilgan. Bu o'sha juda ham katta bizga standartlarni olib kelishga yordam beradi. Bir yil borib bemalol ishlash va kelajakda agar u yoqda imkoni bo'lib qolsa, qolish mumkin, bemalol yana ishlab buni rejalashtiryapmiz. Italiyadagi eng qadimgi fermerlar uyushmasi sifatida biz O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan o'zaro anglashuv memorandumini imzoladik. Ushbu hujjat doirasida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida ishlash va mutaxassis bo'lishni xohlovchilar uchun o'quv va malaka oshirish markazi ochiladi. Bu orqali o'zbekistonliklar Italiyaga borib, korxonalarimizda ishlashi va tajriba orttirish mumkin. Bunday tashabbusni ikki mamlakat uchun ham foydali, yutuqli hamkorlik deb hisoblayman. Italiyada qishloq xo'jaligi sohasida ishlash
ishlaydigan odamlarni topish juda qiyin. Bilamanki, O'zbekistonda yosh va aniq maqsadga ega insonlar ko'p. Ularning biz bilan kasbiy mahoratlarini oshirishi va dehqonchilikda yangi ish uslublarini egallashi mumkin bo'ladi. Shu sababli ushbu memorandumni imzolaganimizdan juda mamnunmiz va bu imkoniyatni yaratib bergani uchun O'zbekiston hukumatı hamda Italiya hukumatiga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Shundan so'ng Samarqand shahridagi ko'chaga Rim shahri nomini berishga bag'ishlangan tantanali marosim o'tkazildi. Tashrifning muhim va hayajonli voqealaridan biriga guvoh bo'lmoqdamiz. Samarqand shahridagi ko'chalardan biriga Italiya poytaxti Rim nomi berildi va bu haqidagi e'lon hozirgina ma'lum qilindi va bu Italiya bosh vaziri uchun o'ziga xos kutilmagan sovg'a bo'ldi deya olamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Giorgia Meloni tashrifning siyosiy tadbirlaridan so'ng Kongress markazida tashkil etilgan O'zbekiston va Italiya sivilizatsiyalar muloqoti ko'rgazmasini tomosha qildilar. Confermare quello che ha detto il nostro presidente sul punto dove iniziava. Noyob ekspozitsiya ikki mamlakat o'rtasidagi chuqur tarixiy, ilmiy va madaniy aloqalarga bag'ishlangan. U Rim va Kushon imperiyalarining savdo munosabatlari, birinchi uyg'onish davri, Marco Polo, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek va Zahiriddin Muhammad Bobur, 19-asrda O'zbekistondagi italiyaliklar, Ikkinchi jahon urushida o'zbekistonliklarning Italiyani ozod qilishga qo'shgan hissasi, O'zbekiston va Italiya madaniy merosni asrash kabi 9 ta mavzuli bo'limdan tashkil topgan. Mehmonlarga Afrosiyobning Samarqand hukmdori tomonidan elchilarni qabul qilish marosimi nomli devoriy suratning mashhur italiyalik usta Mauro Pellizzoni tomonidan Florensiya mozaikasi uslubida ishlangan noyob nusxasi namoyish etildi. Italiya bosh vaziri ushbu ko'rgazmada namoyish etilgan shu kabi artefaktlarni katta qiziqish va hayajon bilan tomosha qildi. Shuningdek, yetakchilar turli tarixiy yodgorliklar, grafik tasvirlar, qo'lyozma va miniatyuralar, nodir adabiy nashrlar, haykallar, arxiv suratlari va hujjatlari bilan tanishdilar. Ko'rgazma bilan tanishib bo'lingach, ikki mamlakat yetakchilari Kongress markazi xiyobonida birgalikda daraxt ekdilar. Ushbu marosim ikki mamlakat xalqlarining do'stligi, O'zbekiston va Italiya strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashga bo'lgan qat'iy intilishning ramzi bo'ldi. Biz barcha tadbirlar yakunlangach, Italiya bosh vaziridan uning mamlakatimizga ilk rasmiy tashrifi, bo'lib o'tgan muzokaralar xususida eksklyuziv intervyu oldik. Miss Premier, can I ask you one question? I'm journalist, please. 1 minute. This is your first visit to Uzbekistan. What are your opinion, your impressions? My opinion is that this is a country that is doing very well in a region which is strategic for all of us, which is in the middle of two continents, two civilizations, and works a lot on connectivities between people, between countries. And I think the president is doing an amazing job. For he is able to imagine this country in the future without forgetting where it comes from. Identity, tradition, and that makes a difference in my opinion. So our cooperation has always been excellent, but I think after this visit it will grow a lot. How was your dialogue with President Shavkat Mirziyoyev? It was very, very good, very wide. There are lots of topics on which we want to work better on. We've been, as you know, signing a common declaration after a strategic partnership. So many things to do, lots of work. We will put our ministers to do it. Thank you. Bye-bye. Shu bilan Italiya bosh vazirining mamlakatimizga amalga oshirgan 2 kunlik ilk rasmiy tashrifi yakunlandi. Uning davomida olib borilgan muzokaralar, erishilgan kelishuv va qabul qilingan ikki tomonlama hujjatlar O'zbekiston-Italiya munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun.
Haftaning muhim voqealaridan yana biri 26-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Oldin 2020-yilgacha hamma zargarlar, masalan, yoki stomatologlar deymizmi, oldin bekitib xufiyona ishlangan. Ko'pchilik Tadbirkor Alijon Nurullayev zargarlik sohasi 95% qora bozorda bo'lgan zargarga jinoyatchi sifatida qaralgan davrlarni yaxshi eslaydi. O'zbekiston oltin ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 4-o'rinda tursa-da, o'z xom ashyomizni o'zimiz qayta ishlab, qonuniy faoliyat yuritishimizga na sharoit, na bir huquqiy asos bor edi, deydi tadbirkor. Qo'rquvda bo'lingan nima deganda, u paytda tillarni o'zini olish yo'l qo'yib berilmagan. 100% yo'q edi xom ashyo. Nima deganda, kimdir eski mahsulotini olib kelib beradi yoki bekitib kimdir qayerdandir olib keladi, o'sha xom ashyoni olib qayta ishlab o'sha mahsulotni sotardi, buyumlarni, tilla buyumlarni. Bekitib ishlanardi, qo'rqilardi, qo'rquv juda bosim bo'lgan. Davlat tomonidan tadbirkorlikka keng yo'l ochilib, zargarlik sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga qator imtiyoz va preferensiyalar berilgandan so'ng 2020-yilda tadbirkor turkiyalik hamkori bilan qo'shma korxonani ta'sis etdi. Dastlab 5 ta ishchi bilan ish boshlagan korxonada bugun 60 dan ziyod xodimlar ish bilan ta'minlangan. Zavodda 1,5 mingdan ortiq turdagi zargarlik mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. 20-yildan keyin qarorlar chiqqandan keyin prezidentimizning qarori bizga yo'l ochib berganlar uchun tadbirkorlarga ruhlanib ishni boshladik. Shu 5 ta odam bilan boshlab hozirgi kunga o'zimizning shart-sharoitlar yaratib berdilar. Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'idan, yer mulkidan ozod bo'lganmiz. Keyin chet eldan qanaqa asbob-uskunalar olib kirsak, hammasidan ozodmiz. Undan tashqari toshlar, qimmat toshlarni olib kiramiz, ularni ham ozod bo'lganmiz. Endi yengillik yaratib bergandan keyin bemalol ishlaymiz. Undan tashqari prezidentimiz yo'l ochib bergandan keyin bizga tillarni bemalol berishni boshladi. O'shani faqat qayta ishlab sanoat darajasiga kelyapmiz. Hozir turklardan qolishmaymiz yoki italiyaliklardan qolishmay, haqiqatda yaxshi dizaynerlar, bolalar o'rganyapti. Yurtimizda azaldan qadrlangan zargarlik bugun iqtisodiyotda qo'shimcha driver bo'lishi mumkin. Statistikaga to'xtalamiz. 2024-yilda zargarlikda ishlab chiqarish 200 million dollardan oshdi. Eksport 17% ga yetib, 92 million dollarga yetdi. Shu bilan birga mamlakatimizda yiliga 100 tonnadan ziyod oltin qazib olinayotgani bilan imkoniyatlarning 10dan biri ham ishga solinmayotgani 26-may kuni mahalliy sanoat rivoji uchun yangi imkoniyatlarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida davlat rahbari tomonidan qayd etildi. Yig'ilishda keltirilishicha, endi zargarlar ham yakka tadbirkor sifatida tilla buyumlari savdosi bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Chet eldan mutaxassis olib kelish xarajatining 2,5 ming dollargacha qismi kamida 5 nafar shogird chiqarish sharti bilan qoplab beriladi. Umuman zargarlikda ham sanoat usuliga o'tib, ichki bozorni himoya qilish va milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash vaqti keldi deb o'ylayman. Shuning uchun zargarlik sanoatida ishlatilayotgan uskunalar va ularni butlovchi qismlar import boshidan ozod qilinadi. Navoiy va Olmaliq kombinatlaridan oltinni bo'lib to'lash asosida sotib olish tartibi yana 3 yilga uzaytiriladi. Nufuzli brendlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularni dizayner va qolipini olib kelish xarajatlarini 30 ming dollargacha qismi qoplab beriladi. Tadbirkor joriy yilda Rossiyaning Yekaterinburg shahrida savdo uyini ochmoqchi. Oltindan yasalgan taqinchoqlardan tashqari, yaqinda sharqona suvenirlarni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bundan tashqari, yana bir yangi zavodni ishga tushirmoqchi. Markazlar ochib beryaptilar, tilla markaz, klasterlar ochib berilyapti. O'sha yerda o'rgansin deb. Mana o'sha selektorda ham aytdilar, chet eldan mutaxassislar olib kelinglar deyaptilar. 2,5 ming dollargacha davlat to'lab beradi deyaptilar. Undan tashqari o'sha 5 ta bola hunar o'rganib O'zbekistonda o'sha qolsin deyaptilar. Brendlarni ko'tarishimiz kerak. Mana o'sha selektorda brend to'g'risida ham gap bo'ldi. Sertifikatlar qilinglar. Davlat miqyosida o'zingizlar logotipinglar bilan, o'zingizlar brendinglar bilan chiqarib dunyoga tanitinglar deb aytdilar. O'shaning uchun mana hozir 2 yildan beri har xil ko'rgazmalarga borayotgan bo'lsa, 4 million dollarlik shartnomamiz bor chet ellar bilan. To'g'ri ishlasang, qo'rquv yo'q. Vaqtida solig'ini to'lab, yangi tadbirkorlarga yo'l ochib bersangiz, ular ham xursand bo'ladi. Mana hozir yana harakat qilamiz, nasib qilsa yana bitta ishlab chiqaradigan joy ochamiz.
Videoselektor yig'ilishida zargarlik sanoatini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratilishi haqida ma'lum qilindi. Turkiya, Dubay va Misr tajribasi asosida Toshkent, Andijon va Xivada zargarlik markazlari ochildi. Endi bunday majmualar boshqa hududlarimizda ham bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Zargarlarni xom ashyo bilan barqaror ta'minlash uchun bu yil birjaga chiqariladigan oltin hajmi 6 tonnadan 8 tonnaga oshiriladi. Barcha hududlarda oltin zaxirasi yaratiladi. Davlatimiz rahbari bunga javoban tarmoqda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, qonuniy faoliyatga rag'bat choralarini qo'llash bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma berdi. Dilfuza Esanova, Asror Jumaboyev, Aziz Yangizakov, Yangi zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.